Buxoroda ichki ishlar organlari xodimlari o'rtasida Counter Strike bo'yicha musobaqa tashkil qilindi. Bu haqida viloyat ichki ishlar boshqarmasi xabar berdi. Unda viloyat ichki ishlar boshqarmasi, sohaviy xizmatlar va shahar tuman ichki ishlar organlari terma jamoalari qatnashgan. Ta'kidlanishicha, murosasiz kechgan bellashuvlarda xodimlar o'zlarining taktik va jamoaviy harakat qilish mahoratini namoyish etgan. Yakunda birinchi o'rin Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi terma jamoasi, ikkinchi o'rin Buxoro tuman ichki ishlar bo'limi jamoasi, uchinchi o'rin esa Buxoro shahar bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi jamoasiga nasib etgan. G'oliblar viloyat sharafini himoya qilish uchun musobaqaning respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritgan. Idora xabarida ushbu musobaqa kibersportni xavfsiz va tizimli ravishda rivojlantirish, ichki ishlar organlari xodimlari o'rtasida IT industriya uchun malakali kadrlar zaxirasini shakllantirish hamda mazkur yo'nalishni keng ommalashtirish maqsadida tashkil etilgani qayd etilgan.